Aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bugun matchlarimizdan boshlab oldik. Ignor 712 Ignor 01 ga qarshi fight amalga oshirilmoqda bugungi matchimizda. O'yinimiz bir necha soniyalarda boshlanadi. Har ikkala o'yinchimizga omad tilab qolamiz. Team match. Let's go. Ignor 01 bu ingliz klanida o'ynaydi. Hozircha Ignor 712 haqida to'liq ma'lumotga ega emasman, lekin o'zim tomonidan saralab olingan o'yinchi. Har ikkala o'yinchimiz low XP holatida o'zaro fight qilmoqda. Ignor 712 dan birinchi ochko qo'lga kiritilmoqda. Ignor 01 to'g'ri 212 ga push amalga oshirdi va birinchi ochkoni hisobga yozib qo'ymoqda. navbatdagi ochkoni hal qilmoqda. Yaxshi clutch Ignor 01 hisob tenglashmoqda. Kutilmagan lokatsiyadan uzatilgan spreylar Ignor 712 ni yo'qotishga bo'ldi. Yaxshi, Ignor 01 navbatdagi 4-ochkoni ham o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Open fight'da 712 3-ochkoni hal qilib qo'ymoqda. Ignor 01 juda past low XP holatda va Ignor 712 unga push amalga oshirishi mumkin. Yo'q, o'tmoqda. Ignor 01 har doimgidek mana shunday chiroyli sakrashlar bilan aktyorlarni hisobga yozib qo'yadi va hozirgi holatda ham chiroyli reaksiya ko'rdik. Aziz do'stlar, YouTube kanalimiz obunachilari kundan kunga oshib bormoqda. Albatta 99% holatda obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'lishni har kuni kanalimizga joylab qo'yamiz. Kommentariyalar o'z akkauntingiz qo'yishingiz mumkin. Ignor 01 ning zonasida push amalga oshirmoqda. O'tish niyati yo'q. 712 low XP holati va yaxshi Ignor 01 hisobiga navbatdagi 7-ochkoni yozib qo'ymoqda. Ignor 01 shoshilmaslik kerak. To'g'ri fight qani kim? Ignor 01. Yaxshi.
oshirmasi kerak degandek navbatdagi xatolik uchun u jazolanmoqda. Kutish niyati yo'q Ignor 01. Mana shunday chalg'ituvchi harakatlar 712 bu holatdan foydalana olmadi. Ignor 01 agressiv holatda o'yin ko'rsatmoqda do'stlar. Uning aytishi bo'yicha Ignor 712 u bilan juda lobby matchlarini amalga oshirgan. YouTube kanalimda aynan mana shu ikkala o'yinchining mana shu matchni chiqarishni Ignor 01 menga tavsiya etdi. Iltimos iloji bo'lsa mana shu kanalingizda mana shu o'yinni chiqarasiz. Albatta men ularni qo'llab-quvvatlagan holda ularning mana shu o'yinlarini kanalda chiqarishga bo'laman. O'yinchilar ham mana shunday chiroyli o'yin ko'rsatsa, aktivimiz yaxshigina oshadi. Qo'llab-quvvatlash albatta yanada ko'payadi. Noto'g'ri harakat bo'lishi mumkin, lekin juda ham tezkor reaksiya bilan Ignor 01 low HP holatda dushmanni bartaraf etmoqda va navbatdagi ochkoni hisobiga yozib qo'ymoqda. 3 daqiqadan ko'proq vaqt qolmoqda o'yinchilarimizga. Spreylar to'g'ri lokatsiyada va mana bunday reaksiya bilan Ignor navbatdagi 12 ochkoni Open Fight'da e'tibor qiladigan bo'lsak, 712 mana shunday harakatlar bilan ko'proq ochkolarni qo'lga kiritmoqda. Yaxshi harakat va navbatdagi killni Ignor 712 hisobga yozmoqda. Ochkolar farqi deyarli tenglashmoqda. Mana sizga Ignorning reaksiyasi kutilmagan naklon holatida chap tarafdan dushmanni bartaraf etishga hisobga yozib qo'ymoqda. Ajoyib reaksiyalar. Chap tarafdan Ignor 712 pushni o'qimoqda. Ignor yuqoridan unga qarshi navbatdagi kill hisobiga yozib qo'yishi mumkinmi? Yaxshi, xuddi shunday ham bo'lmoqda. Qoldirganda afsus yo'qotilish. Ignor pistoletda 16-killni ishlab qolmoqda. Loyiha holatda Ignor yo'qotilmoqda. O'ttiz soniyadan kam vaqt qolmoqda. O'yinimiz yakunlanishiga Ignor 01 hisobida 16 ochko, Ignor 712 hisobida 13 ochko.
Ignor 0-1 aylanishlarimizni oldi menimcha va hisob 2taga qisqarmoqda. 10 soniya aziz do'stlar o'yin yakunlanishiga. Yaxshi harakat va 17-ochko bilan Ignor 0-1 mana shu matchda g'alaba qozonmoqda. Har ikkala o'yinchiga rahmat aytib qolamiz. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha